Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, daragiy druziya. Sizlar bilan mana Luks chorvadan mana kichikgina azorimiz, to'q kataklar hamma yoqda narx-navolari bilan ko'rsatib o'tamiz, tushuntirib. Qaysi tarafdan boshlaylik, operator akamiz? Mana bir boshdan boshlaymiz aka, bo'lmasa bittadan tushuntirib o'taveraylik aka. Bo'ldi aka, mana Xudo xolasa bunimizni razmeri 2,5 ga 1,5 bo'ladi. ikkitadan 4 ta qo'chqor boqsa bo'laveradigan varianti. Tomli varianti. Tomlari ham chiqadimi aka? Tomlari ham chiqadi, yig'ishtirib taklanadi. Mana Xudo xolasa aka, suv idishlari, chelaklari bor. Birinchi bo'lib sizni Luks chorvadan obunachilardan bitta so'raganlar, 5 ta so'raganlarga paqirlarini bonus qilib beramiz. Birinchi bo'lib telefon qilgan akalarimizga. Telefon qilganlarga paqirlari bepul, boshida birinchi telefon qilganlar. Birinchi 5 ta telefon qilgan odamga bepul. Aka xolasa, aka narxlari bilan tanishtirib o'tsa, buni tom holati bor. 3,5 million so'm chiqadi aka. Tomli holati 4 million 200 ming so'm chiqadi. 4 million 200 ming so'm chiqadi. Farg'ona Marg'ilonchi dastavkasi bor. Qolgan joylarga dastavkasini kelishamiz. Xo'p. Buni dastavkani kelishamiz. Buni razmeri qanaqa? Razmeri 2,5 ga 1,5 bo'ladi. Razmeri 2,5 ga 1,5. O'rtada pergorotkasi bor. Ikkita bu tarafda, ikkita bu tarafda qo'y boqsa bo'laveradi. Baraka toping aka. Keyingilari qanaqa? Keyingilarimiz aka mana 3 xonali, alohidali mana yakka qo'chqorlarni Qurbonlar hayiti mana yaqin, Xudo xolasa muborak Qurbon hayiti mana hoji akalarimiz, akalarimiz boqadigan 3 ta addenni. Bularimiz razmeri 2,30 ga 1,5 bo'ladi. Har birini xonasi 75 santimetrdan bo'lingan bo'ladi. 3 ta qo'chqor sig'adi. Bularimiz narxi 3 million 600 ming so'm. 3 million 600 mingga 3 taliga 1 million 200 mingdan eganda xonasi. 1 million 200 ming so'mdan. Bo'ldi aka. Keyingisi qanaqa aka bular aka? Keyingisi aka yig'ishtirib taklanadi. 3 metrli qo'yxonamiz. Hop, mash holatda, tomsiz holatda bo'lsa aka. Hop, 3 metrga 1,5 metr tomsiz holatda bo'lsa 4 million so'm chiqyapti. Mash holatda. Tom bo'ladigan, tom qilib beringlar aka desa, tomiga 800 ming so'm qo'shilib qoladi. Bo'ldi. Nechta qo'y sig'ishini ham aytib keting aka? 3 ta bu tarafda, 3 ta bu tarafda, 6 ta qo'y bemalol sig'adi. 6 ta qo'yga moslangan, bu aka. Xudo xolasa. Hammasi taklanadigan variantlar taklanadi. Mana unisi qarang, bu ham o'ta neobachlik. Ikkitadan ena bola qo'ylar solib qo'ysa bunga, bolalari bo'lsa, akalarimizga mana 4 million 600 ming so'mdan 3,60 ga razmeri 1,5 bo'ladi. 3,60 ga 1,5. 6 ta qo'yga, 6 ta qo'yga. O'rtada pergorotkasini olib qo'ysa 7 ta 8 ta ham sig'averadi. Bo'ldi. Kengaytirib olsa bo'laveradi. Sharoiti bor. Voy, mana rangi ham boshqa. Rangi o'ta neobachniy ranglardan. Rangini chetda aytib o'tib ketaylik, rangiga farqi yo'q. Mo'l rangdan qilib beringlarsa qilib berilaveradi. Qo'ylar hali dalada yurganda yuraverar ekan, ichida yashil bog'lar ichida, yashillar ichida, o't-o'lanlar ichida yurganda yuradi. Yuqorida ko'rsatganimiz tomli varianti bo'ladi. 2,5 ga 1,5 lik, bu tomsiz varianti. Bu ham zakazga tayyorlangan, rangini ham o'zlari tanlaganlar egalarimiz. Xudo xolasa reklamadan keyin egalariga jo'natib yuboramiz. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Xo'p, mana yerda mana Xudo xolasa 5 xonali varianti turibdi. Tugamayapti-ku aka, buni uzunligi aka. Oxiri yo'q, Xudo xolasa. Klientlarimizga mana doim turish kerak so'raganlarga. 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ta qo'chqor yegan bu. Qo'chqorga mo'ljallangan Luks chorvadan ajoyib bir qo'yxonamiz. Paqirlarini qarang, bir o'ziga yarashib turishini qarang, buni chelaklarini qarang endi. Xo'p, bularimiz razmeri 380 ga 1,5 bo'ladi. Xo'p. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsa 5,5 million so'mdan qilib beramiz. 5,5 million. Buni narxi arzonroq tushar ekanda, demak. Narxi kichkinalarga nisbatan 5 talikka arzonroq tushadi. Tushunarli. Xo'p, tom qilib beradigan bo'lsa 800 ming 900 ming tomiga minib qoladi. Tomiga 800 ming 900 ming so'm minib qoladi. Aha. Xo'p. Keyingilari aka. Keyingilari yana 3 ta qo'chqorga mo'ljallangan, faqat bu o'ta neobachniy variant. Buni qarang, buni qarang endi. Buni qarang mana. Voy, bu mashalloh. Oxirlari chiqishini qarang. Mana suv idishlari ham taklanadimi? Bu o'ta taklanib, mana chelaklarni qarang, olib qo'yib turib. Funksiyalari ham ko'paygan. Buni aka, qarang, mana bunday olasizda qiynalmaysiz. Uyda ro'zg'orda bitta laykni bosib qo'yinglar akalar. Laykni qilib qo'yinglar. Ro'zg'orda ayollar ham qiynalmaydi. Muhimi. 3 ta qo'chqor turaveradi.
yuqorida aytib o'tganimizdek razmeri 2.30 ga 1.5 bo'ladi. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsak 3.800.000 so'm chiqyapti. 3.800.000 so'm aka? Aha, xudo xolasa. Nariginda 200.000 so'm razm saqlangan. Bundan mana oxirlari nimalar taklangancha 200.000 so'm razm saqladi. Keyingisi aka. Keyingisi aka. Xo'p, 1.5 ga 1.5 bo'ladi. Bunimiz razmeri yig'ishtirib taklanadi. Xo'p, ikkita, uchta yoshroq bo'lsa, uchta qo'chqorchalardan solib qo'ysa, boqsa bo'laveradigan varianti. Bularimizni narxidan olsa 2 million so'm mashq holatda chiqyapti. Tom bo'ladigan bo'lsa 500.000 so'm tomiga qo'shilib qoladi. 500.000 so'm qo'shilib qoladi. Joni sog' bo'lsin. Mana nima deyapti mana? Soya salqin joylarda zo'rg'a sig'yapti, ancha uzoqlarda olishga soya salqin joylarda qarang. O'ta katta vahimali qo'yxona. Zo'r chiqibdimi akalar, qaranglar. Joyi bitta. Razmerlarimiz 4 metrga 180 bo'ladi. 4 metrga 180, eniga ham katta ekan. Eniga ham katta. Ha, qaranglar. Ko'rsatib o'ting. Eniga ham katta bo'ladi. Aha, 6 tadan 12 ta qo'y sig'averadi bunga. 6 tadan 12 ta qo'y sig'averadi. Sig'averadi, yoppasiga boqsa bo'laveradi. Agar o'rtalarini pergorodkalarni olib qo'ysa, kichikroq bo'lsa 15 tagacha qo'y solib qo'ysa bo'laveradi vaqtinchalik. Akalar, videomiz yoqqayotgan tomlarini qarang, tomlari ajrab chiqadi. O'ta необычный varianti. Faqirlarni aytmaysin buni, qarang mana. O'ta необычный variantlarda. Narxi necha? Bunimizni narxiga keladigan bo'lsa, razmerlarni aytib o'tdik. 4 ga 180, tomsiz holatda bo'lsa 5.5 million so'm chiqyapti. Mashq holatda, tomli holatda bo'lsa 6.5 million so'm chiqyapti aka. 6.5 million so'm, 12 ta qo'y boqsa bo'ladi. 12 ta qo'y boqsa bo'ladi. Voy, keyingilari hozirgi 4 taligidanmi? Hozirgi oxirlari yig'iladiganida 4 taligidan. 4 taligidan. Aha, 4 taligi bularimiz 5 million 200.000 so'm chiqyapti. Akalar, zakaz beringlar. Mana xohlasalar 3 talik, xohlasalar 4 talik har qanday razmerdagidan razmerlari bor. Bu taraflarga oling aka. 2 xonali. 2 xonali arzonroq variantini so'ragan akalarimiz bor. Yig'ishtirib taklanmaydi. Yig'ishtirib taklanmaydi bu. Farqi yig'ishtirib taklanmaydi. Mana o'rtasida reshetkasi olinadi. Ikkita qo'chqorni boqsa bo'laveradi. Mashinlarimiz narxi 2 million so'm chiqyapti. 2 million so'mga chiqyapti. Ikkita qo'chqor boqsa bo'laveradi, alohida kletkali. Kletkali. Farqi yig'ishtirib taklanmaydi xolos shu. Tom qo'yib beringlar mashinaga deyishimiz, bunga ham 500.000 so'm minib bo'ladi. Ko'tarib 2 kishi aqabaga jildirsa bo'ladi. Aqabaga jildirsa bo'laveradi. Va keyingilari qanaqa aka? Keyingilarimiz 3.5 metrga 1.5 metrli varianti. Aha. Xo'p, bularimiz ham yig'ishtirib taklanadi aka. Bu tom holatda aka, mashq holatda 4 million 300.000 so'm chiqyapti. Xo'p, tom qilib beradigan bo'lsa 900.000 so'm minib bo'ladi tomiga. 900.000 so'm tomiga minib qoladi. Aha. Keyingilari qanaqa aka? Keyingilari yuqorida ko'rsatganimizdek 4 tali varianti, 5 xonali ko'rsatdik, 3 xonali ko'rsatdik. Bu 4 tali variant. 4 tali so'raganlar. Razmerlari 3 metrga 1.5 metr bo'ladi. Har birining orasi 75 santimetrdan bo'lingan bo'ladi. Xo'p, 4 talidan so'raganlar. Bularimizni narxi aka 4 million 800.000 so'm chiqyapti. Dastlabkasi Farg'ona Marg'ilon ichida bepul, qolgan joylarda kelishamiz. Bo'ldi aka. Xudo Bular qanaqasidan aka? Bularimiz 8 dan 10 tagacha qo'ysa qo'radi. 4 metrga 1.5 metrli varianti. Aha. Xo'p, bular ham yig'ishtirib taklanadi. Mashq holatda 4 million 600.000 so'm chiqyapti. 4 million 600.000 so'm. Tom qilib beradigan bo'lsa, tomli so'raganlar bo'ladigan bo'lsa, bular tomiga 1 million so'm qo'shilib qoladi. Tomiga 1 million qo'shilib qoladi. Aha. Bo'ldi. Xudo xolasa, mana bu yerdan o'ta neobычный xashayxonalarimiz turibdi. Bu qarang, 2 etajli qilib terib qo'yganimiz qarang, o'ta bejirim qilib. Bu nimaga ishlaydi aka? Bularimiz aka tepaga mana xashayxonalari bor. Mana yaqinroqdan olib kelsangiz, mana bu bedani tashab qo'yib, bu yerga xohlasa suvni quyib qo'yishadi. Ha. Xohlasa shuni olib tashab, tozalab turib, yemini solib qo'yishadi. Pastiga yem soladi, tepasiga xashayni soladi. Ha, o'ta qiynalishmaydi. Tozalab bemalol olib joylab qo'ysa bo'lishaveradi. Narxi qanaqa aka ularning? Bularimizni narxiga keladigan bo'lsa 1 million 600.000 so'mdan 1 million 600.000 so'm nechta qo'yga olib ketadi aka? Xo'p, bunimiz 16 ta qo'yga moslangan. 16 ta qo'yga moslangan. 8 tag'iga 8 ta bag'iga. Razmerlari qanaqa aka? Razmerlari 2 metr, bo'yi 1 metr bo'ladi. Ha, bo'ldi aka, joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa, bular qanaqasidan aka? Bu o'ta neobычный varianti. Akamiz zakaz qilgan, bu ham egasi qarab turibdi. Xudo xolasa Navoiyga jo'natib yuboramiz.
Bularimiz bir taraflama bo'lsin deganlarga o'shaning uchun bu tarafini yopib, hashayxonasini yopib hozir ko'rsatganlarimiz bir tomonlama. bir tomonlamasi, ha. Aha. Xudo xolasa bunga ham 10 ta 12 ta qo'yib qo'yib, hashaylarni yemlarni berib boqsa bo'laveradi, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Xo'p, mana bu ikki etajli turishini qarang. Bu ham o'ta необычный variantda chiqqan. Aha. Yaqinroqdan olib keling. Bo'ldi bu. Ana uni qarang, buni qarang. Bu o'ta qo'ylar ham yayraveradi. Bunda qo'ylar yayraydi. Muhimi odam qiynalmaydi. Muhimi odamlarimiz qiynalmaydi. Uyda mo'ylarimiz yig'ishtirib taklanadi. Metga ikkita press tashab qo'yib, beda press. Press solib qo'yaverar ekanda o'rtasiga. Ikkita beda press tashlaydi. Bemalol ishiga qarab ketaveradi. Metdan sug'urib yuboradi. Ha, kerak yemlarni solib, suplarni berib, qo'ylarni qiynalishmaydi. Qaragani qiynalishmas ekan. Bularimiz ham narxi 1.600.000 so'm chiqyapti. Razmeri 2 metrga 1 metr bo'ladi bo'ylari. 2 metrga 1 metrli razmerlar. Xudo xolasa. Xo'p. Bu ham shu hozir mashq Bu ham mana shu holatda mana bunday qilib press solib qo'ysa mana shunaqa. Bemalol mana yerdan olib yeb, keyin metrni shuni tozalagani yuvib to'kib olishaveradi, xudo xolasa. Bo'ldi. Ana yerda o'ta neobычный tovuq katalarimiz ham keldi akalar. Tovuq katalarimizni qarang, o'ta neobычный. O yaqinroqdan olib keling-da. Bu qarang, pollarini qarang. Mashalloh. Pollarini qarang, bu oxirlarini aytmaysizmi? Qushlar ham yeb ketmaydi. Muhimi, mana yerda mana jo'ylarini tozalagani patnislarigacha qilib qo'yilgan. Tuxumni olib kelib bolam desa, tuxumni metdan shuna kelib, bolajonlar ham tuxumni bemalol olib, ana bittani yuqorida ham bor. Voy, mashalloh. Bularimizni razmeri 2,5 ga 1.10 bo'ladi. Narxi 3.300.000 so'm chiqyapti. 3.300.000 so'm chiqyapti. Bular 2,5 ga nechta tovuq ketadi mashinalarga aka? Bularga 15 ta 16 ta tovuq bemalol sig'averadi. 15 ta 16 ta tovuq 15 ta 16 ta. 10 ta tovuq tashab qo'yaman deganlarga mana kichikroq varianti. Ha, kichikroq varianti. O'ta kichikroq varianti, o'ta neobычный. Bu ham qurchoqqa o'xshaydi, buni qarang. Bu o'tada u. Endi bu bundan ortiq yana nima kerak bu odamlarimizga mana. O'ta injig'idan patnislari bor, tuxum qo'yadigan joylari bor. Voy, mana. Bunimiz necha kichikroq varianti. Aha. 10 ta 12 ta tovuq solib qo'yib, bitta xo'rozni qo'yib qo'ysa, bemalol tuxumlarni olib, qora tovuqlar tuxumidan ro'zg'orga yaratib turadi. Bo'ldi. Muhimi sifatli lyuks chorvadan yangi talqindagi tovuq kataylar, xudo xolasa, patnislari qani, o'ta ajoylariga qarang. qiynalishmaydi-da, ayollar ham bemalol bola chaqa qiynalmaydi. Xudo xolasa bunimizning narxi 2.800.000 so'm chiqyapti. 2.800.000 so'm. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Bo'ldi, aka, joningiz sog' bo'lsin aka. Xo'p, mana yerda mana arzonroq tovuq katay so'raganlarimizga yerga qo'yadigan variantidan yerga qo'yiladigan tuxum qo'yadiganlar bo'lmaydi. Oddiyroq so'raganlarga bularimizni narxi 1.300.000 so'm chiqyapti. 1.300.000 so'mdan. Kattasi bor, kichigi bor. Xo'p, kichigi ham bor. Kichigi ham bor, mana kichigi 1.5 metrga 1 metr bo'ladi. Aha. Ularga o'sha 5 ta 6 ta tovuq solib qo'yib, oddiy yosh oilalarga juda ma'qul kelyapti bular. Ularimizning narxi 900.000 so'm chiqyapti. 900.000 so'm mashq holatda. Mashq holatda 900.000 so'm chiqyapti. Bo'ldi, aka, joningiz sog' bo'lsin. Hamma ma'lumotlarni berdingmi aka? Xudo xolasa qo'ldan kelgancha berdik. Murojaat qilinglar, xudo xolasa yetkazib beramiz, tayyorlab beramiz. Xudo qo'ldan kelgancha aytib o'tganimizdek, Farg'ona Marg'ilon ichida dastavkasi bepul. Qolgan joylarga dastavkasini kelishamiz akalar. Bo'ldi, akalar, telefon qilinglar, pastda nomerlar qoldiramiz. Обязательно video manfaatli topsalar, ashunga qiziqadigan akalarga tashab qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Inshaalloh.